Giyohvandlik bu inson hayotini sekin, ammo muqarrar ravishda yemiruvchi eng xavfli illatlardan biridir. U bir qarashda oddiy qiziqishdek tuyuladi, ammo uning oqibati butun umrga yetadigan og'ir fojialar bilan yakunlanadi. Giyohvand moddalar inson organizmiga kirgach, birinchi navbatda markaziy asab tizimini izdan chiqaradi. Miya hujayralari shikastlanadi, fikrlash va xotira susayadi, diqqat jamlash qobiliyati pasayadi, ruhiy beqarorlik va depressiv holatlar yuzaga keladi. Vaqt o'tishi bilan inson o'z xatti-harakatlarini nazorat qila olmay qoladi. Tibbiy jihatdan esa giyohvand moddalar jigar, yurak va buyrak kabi hayotiy muhim organlarga jiddiy zarar yetkazadi. Immun tizimi zaiflashadi, organizm turli kasalliklarga tez chalinadigan bo'lib qoladi. Natijada og'ir surunkali kasalliklar, jumladan yurak yetishmovchiligi, gepatit va asab tizimi buzilishlari rivojlanadi. Eng xavflisi esa doza oshib ketishi, ko'pincha o'lim bilan yakunlanadi. Mutaxassislar ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda giyohvandlik bilan bog'liq holatlar ayniqsa yoshlar orasida tashvishli darajada ortib bormoqda. Narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sezilarli qismi yoshlar hissasiga to'g'ri kelayotgani bu muammo jamiyatning eng dolzarb masalalaridan biriga aylanganini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda bu ko'rsatkich yanada yuqori ekani qayd etilgan. Rasmiy ma'lumotlarda mamlakatda giyohvandlik vositalari bilan bog'liq minglab huquqbuzarlik va jinoyat holatlari aniqlangani, katta miqdordagi narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi to'xtatilgani qayd etiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-2026 yilga oid tahlillarda 11049 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan. Ular orasida 59 nafar maktab o'quvchisi, 124 nafar talaba borligi aniqlangan. Bu raqamlar ortida esa buzilgan oilalar, yo'qolgan orzular va barbod bo'lgan hayotlar turadi. Giyohvandlik nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham insonni yemiradi. U shaxsni ijtimoiy muhitdan ajratadi, oilaviy munosabatlarni buzadi, insonni yolg'izlik va tushkunlikka olib keladi. Giyohvandlik bu tanlov emas, bu halokat yo'lidir. Sog'lom hayot, tiniq fikr va yorqin kelajak faqat toza va maqsadli yashash orqali barpo etiladi. Har bir yosh o'z kelajagini o'zi himoya qilishi, zararli illatlardan yiroq bo'lishi zarur.